Agar siz massaj davomida haliyam eski usullar bilan bolani oyog'ini butun ikki tomonga yirayotgan bo'lsangiz va bu bola yig'layotgan bo'lsa, bu bola sizga og'riqdan signal beryapti. Agar siz haliyam massaj qilib turib bolani to'pig'ini aylantirib tashlayotgan bo'lsangiz har xil tomonga va bu noto'g'riligini hali bilmagan bo'lsangiz, bu hali sizni aybingiz emas. Lekin bu bolani to'pig'i endi buzildi. Kelajakda bu bola qiyshiq qadam tashlaydi. Massaj qilib bo'lganingizdan keyin oyoqni to'g'rilab qo'yaman deb o'ylab unga taxta bo'ylayotgan bo'lsangiz, bu juda ham eski zamonlarda qolib ketgan usul. Hozir taxtasiz umuman oyoqni bo'ylamasdan, bolani og'ritmasdan to'g'ri texnikalar bilan ishlash usullari bor. Bu videoda aynan shu usullarni juda ham sodda usulda hammanglar bilan birga ko'rib chiqamiz. Bu videoni ko'rgan kuzatuvchilarimizga videoni so'ngida ajoyib yangiligimiz bor. Birinchi mavzuyimiz massajni slash usuli. Slashni qachon qilamiz? Slashni massaj boshlashdan oldin har bitta usul orasida hamda usuldan usulga tayinlash uchun silaymiz. Buni qanaqa amalga oshiramiz? Slash bizda butun tanadan informatsiya olish usuli. Informatsiya olayotganimizda biz terini ustiga qo'limizni oldin qo'yamiz va eshitamiz. Bu yerda teri qanaqa holatda? Quruqmi? Namligi yetarlimi? Dag'almasmi? Muskullari tonusda yoki bo'sh holatda emasmi? Hammasini bitta slash texnikasi orqali qo'limizni bitta qo'yganimizda butun tanadan informatsiya olamiz. Hamda tana bo'ylab sekin yurg'izamiz. Tasavvur qilinglar, bu bolani orqa sohasi. Qo'limizni qo'ydik. Yo'nalish bo'ylab siladik. Nima bo'lishi mumkin? Aynan shu bolada qanaqa muammolar bo'lishi mumkin? Qo'limizni qo'yamiz va eshitamiz. Bolani terisi quruq yoki namlik yetarli aniqladik. Tonuslari bor yoki yo'q aniqladik. Hamda qo'limizni tagidagi muskul, pay hamda suyaklar qanaqa holatda aniqladik. Buni aniqlash uchun biz juda ham sezgir bo'lishimiz kerak hamda qo'limizni hamma yostiqchalari, barmoq yostiqchalari hamda kaft butun tanaga qo'yilgan holatda turish kerak. Chunki bilasizlar, bizda retseptorlar bor, u barmoqlarimizning uchida joylashgan hamda bu retseptorlar orqali informatsiya bizning kaftimizga, kaftdan tirsakka, tirsakdan miyaga chiqadi. Xuddi shuni amalga oshirish uchun siz butun kaftingizni bolaga qo'ygan holatda bo'lishingiz kerak. Massajning eng nozik elementlaridan bittasi shu ham hisoblanadi. Ko'pchilik yo'q qo'lini ko'tarib bolaga faqat barmoqlarida massaj qiladi yokida faqat kaftini ishlatadi. Qo'llarni barmoq sohalari ko'tarilib qolgan bo'ladi. Bunaqada siz to'g'ri informatsiya ola olmaysiz, to'g'ri usul bajara olmaysiz. Demak, esingizda qoldi, birinchi qonunimiz bizani slashda qo'limizni barmoqlari hamda kafti butun sohaga yopishib turgan holatda bo'ladi. Endi biza slashni tana bo'ylab amalga oshirayotganimizda tepadan pastga yoki pastdan tepaga qarab harakatlantiramiz. Bolalar massajida asosan pastdan tepaga qon aylanishini tezlashtirish maqsadida amalga oshiriladi. Slashni uzunasiga amalga oshirsak bo'ladi, ko'ndalangiga amalga oshirsak bo'ladi, hamda sohalarga qarab amalga oshirsak bo'ladi. Masalan, kurak sohasi. Bu yerda biz silamoqchimiz, kurak bilasizlar uchburchak holatda turadi hamda unga mos holatda silaymiz. Yokida oyoqqa silamoqchisiz, bu yerda uzunchoq suyaklar joylashgan, bu yerdagi slash usullaringiz uzunchoq tepadan pastga holatda amalga oshiriladi. Endi slashni biz qachon qilamiz? Slashni massaj boshlashdan oldin butun tanadagi informatsiyani olish uchun qilamiz hamda slashdan keyin biz ishqalashga tayyorlaymiz. Keyingi texnikamiz bu ishqalash. Ishqalash qon tomirlarini kengaytirib, qizdirib hamda uqalovga tanani tayyorlaydi. Uqalash uchun biz maksimal darajada bajarishimiz uchun biz tinch holatda, bolamiz tinch holatda turish kerak hamda biz har bitta harakatlarni fiksatsiya qilib amalga oshirishimiz kerak. Ko'pincha ko'p xatoliklar uchraydi. Palapartish massaj amalga oshiriladi. Bu palapartish massaj, masalan, deylik, siz ikkala qo'lingiz bilan bolani oyog'ini massaj qilyapsiz. Ishqalayapsiz hamda bu yerda turgan bolani oyog'i qimirlab ketadi. Bu juda ham yomon holat. Uquvsizlik holati deb baholashadi chet elda ko'proq bu holatda, chunki bu yerda siz ishqalayapsiz, tana boshqa tomonga qarab harakatlanyapti. Ya'ni siz bu tanaga qaysi harakatni tuzalish uchun qaysi texnikani bajarayotganingizni tana sezmayapti.
Aynan shuning uchun biz har bitta usul qilayotganimizda bitta qo'limizni fiksatsiyada, bitta qo'limiz bilan amaliyotni bajaramiz. Demak, ishqalash amalga oshirish uchun oyoq sohasida to'piq sohani fiksatsiya qilamiz hamda har bitta barmoq uchlaridan birinchi silab, undan keyin ishqalaymiz. Demak, bizda silash yuzi to'qimada teri deydi. Endi teri tegi hamda muskul qavatlarini, qon tomirlarini qizdirish uchun biz ishqalashni amalga oshiramiz. Demak, ishqalash birinchi to'piq sohadan, oyoq barmoqlaridan to'piqqacha amalga oshiriladi. Undan keyin ushlab turib, oyoqni ikkita yoni hamda oyoq ustilarini ishqalash uchun fiksatsiyani biz qo'limiz bilan tovondan hamda tovonni orqa ahil pay tomonini ushlab turamiz. Bu yonni amalga oshiramiz bu sohada. Endi biz tizzaga yetib keldik. Tizzadan songacha bo'lgan joyi biz ishlashimiz uchun tizza bo'g'imini fiksatsiyada ushlab, ana undan keyin harakatlarimizni kirgizamiz. Bu holatda nimani tushunyapmiz? Biz qilayotgan harakatni oyoq aynan shu holatda rivojlanishi kerakligini tanib tushunyapti. Agar ko'p xatoliklar uchraydi, bola yotadi, ikkala qo'limiz bilan biza displaziya yoki chanoqson bo'g'imni ishlayotgan bo'lsak, mana shu holatda ikkita tomonga qarab qarama-qarshi yo'naltiramiz. Bu holatda o'zingiz ham ko'rib turganingizdek, bolani oyog'i har bitta siz tashqari tomonga ochayotganingizda, oyoq yon tomonga qarab harakatlanadi. 2 oy davomida o'sib oyoqni shu holatda o'sib rivojlanishiga olib keladi. Yomon tomoni buni aniqlash iloji yo'q. 2 oy oldin masaj olib o'tirganini hech kim eslolmaydi. Tappa tayyor tug'ilib o'sib kelayotgan bola, siz displaziyaga masaj qilgan bo'lsangiz, bu usulni bajarganingizdan keyin 2 oydan keyin oyog'ini yo qiyshaytirib X-obrazniy, yo O-obrazniy bo'lib oldingizga qaytib keladi. Bitta patsient siz oldingizga yana qaytib keladi, lekin siz o'zingiz bilmagan holda bu bolani oyog'ini buzib qo'ygansiz oldin. Bu juda ham achinarli holat, lekin buni hali hech kim bilmaydi. Endi bilib olishadi. Demak, shundaga oyoqni yon tomonga qarab, masalan, siz palaparch harakatlantirdingiz, oyoq ko'ryapsizmi? Даже kukla atvet qaytaryapti. Даже kuklani oyog'i atvet qaytaryapti bu harakatga. Ochilyapti yon tomonga. Bu degani bu muskul aynan shu liniyasi bo'shashib, kengayib qoladi, ochilib qoladi. Oyoqni o'ziga nisbatan ichkaridagi muskullar ko'proq, bo'shroq bo'lib qoladi. Endi bu shu yoqqa qarab o'sadi, rivojlanadi. Lekin bu yerda muskul anatomiyada qanaqa? Anatomiyada bu yerda 4 ta muskul bor. Ular to'g'ri joylashgan. Masajda ham xuddi uni o'zini o'sgan yo'nalishi bo'ylab, rivojlanayotgan yo'nalishi bo'ylab anatomiyadan kelib chiqib yo'naltirsangiz, ana unda siz to'g'ri ishlaysiz va shu yerda his qilasiz, qaysi tomon tortyapti, qaysi tomon bo'shashgan, unga ishlov berish kerak. Demak, keyingi xatolik bolani oyog'ini razrabotka qilayotganda bo'ladi. Lekin bu harakatli usullarda. Ishqalashdan ketaylik. Qorin sohasini masaj qilib ishlayotganda soat strelkasi bo'yicha masaj qilgin deyshadi. Bu o'ng tomondan boshlanadi. Demak, biz o'ng tomondan boshlab silab ishqalaymiz hamda undan chuqur to'qimaga kirib uqalaymiz. Uqalayotganimizda soat strelkasi bo'ylab harakatlanamiz, lekin biz sigma-simon ichakni esimizdan chiqarishimiz kerak emas. Sigma-simon yo'g'on ichagimiz keladi hamda bu yoqdan joylashib chiqaruv kanaliga o'tib ketadi. Bolalarda aynan shu nuqtalarni biz alohida masaj qilishimiz kerak, chuqurroq masaj qilishimiz kerak. Ya'ni bu jigar yonini, ko'tarilgan yo'g'on ichakni qismini hamda tushuvchi qismini aynan shu tomonlarga to'g'ri keladi. Uni chuqurroq masaj qilamiz. Yo'g'on ichak aktivlashsa, ichak peristaltikasi yaxshiroq bo'lib, bolada ich qotish, qabziyat, bolani qorin dam bo'lish muammolari kamayadi. Endi qorin sohasini masaj qildik, lekin bizda ko'pincha aynan shu qovurg'alar qolib ketadi. E'tibor berganmisizlar, masajda o'zingizlarni masaj qilish texnikalarini eslab ko'ringlar. Qorinni qilamiz, bo'ldi, chiqib ketamiz. Lekin bizda yon tomonlar bor. Aynan shu yon tomon yaxshi masaj qilinmasa yoki yon tomon qorin muskullari hamda yon tomondagi qovurg'alarning orasidagi muskullar yaxshi bo'lmasa, bolani emelashi kechikadi. Aynan shu sohani emelashi kechikayotgan bolalarga yaxshilab ishlov berib masaj qilsanglar, o'sha bitta masajinglar hali oxiriga yetmasdan bolalar emelab ketishadi. Bu meni praktikamdan juda ham ko'p o'tgan. Endi bolani aynan tosh suyagi sohasi hamda uni quyoshsimon chigali e'tibordan umuman chetda qolish kerak emas. Uni qattiq bosish mumkin emas, lekin ikkita tomonga qarab yo'naltirish kerak.
Bolani o'girayotganimizda oldi tomon massajini tugatdik. O'girayotganimizda agar shu holatda o'giradigan bo'lsak, bolani qo'li orqada qolib ketadi. Biza bolani o'giriltirish uchun qo'lini tepa tomonga qarab qo'yamiz hamda tazini bittasini olib, ana undan keyin sal mashtga bosim bersak, bolani o'zi ag'dariladi. Agar qo'lini tagidan chiqara olmasa, sal bu yoq tomondan ko'tarsak chiqarib oladi. Endi orqa sohani ham massaj qilayotganimizda har bitta bo'g'imni fiksatsiya qilib ishlaymiz. O'shandagina siz massaj qilayotganingizni tana tushunadi. Qaysi tomonga qarab yo'nalish beryapsiz, qaysi tomonga qarab siz uni tuzalishga ishlov beryapsiz, tana shuni tushunadi. O'shandagina sizda natijalar juda ham katta bo'ladi. Agar palapartish massaj qiladigan bo'lsangiz, u natijaga erisha olmaysiz. Demak, orqa tomonni fiksatsiya qildik, oyoq tegini ikkita tomonini massaj qildik, lekin barmoqlarga o'rtaga tegmaymiz. Chunki bu yerda 27 ta suyak bor. Bitta to'pig'i o'zida oyoq sohasini tek qismida 27 ta suyak bor. Agar siz har bittasini qattiq bosib qo'yadigan bo'lsangiz, bu yerda keyinchalik muammolar kelib chiqishi mumkin. Opora turganda yo oldi tomonga, yo yon tomonga berib, paxotka qiyshiq bo'lishi mumkin. Ko'pincha to'pig'idan, stopasidan buzilgan bolalar turganida oyoqqa oporasi buzilgani sababli ham muvozanatni qaysi tomonga qarab og'ganiga qarab oyoqqa ishayadi. Demak, agar siz bolani kichkinaligida agar oyoq tegi bilan noto'g'ri ishlasangiz, katta ehtimol bilan siz bola oyoqqa turganda u bolani noto'g'ri qadam tashlashiga sababchi bo'lib qolasiz. Shuning uchun har doim fiksatsiyada hamda anatomiyani bilgan holda to'g'ri ishlaymiz. Oyog'imizni ushladik hamda ahil payini tepaga qarab ishlaymiz. Aynan tizza sohasidan bukiladigan sohaga teg bo'lmaydi. U yerda limfa tugullari joylashgan. Bilasizlar, bizda limfalar qatta joylashgan. Endi tizza bo'g'imidan fiksatsiya qilamiz hamda oyoq tomonga son bo'g'imlarni ishlaymiz. Endi eng ko'p bizani oldimizga kelishadi displaziya muammosi bilan. Aynan shu displaziya muammosida siz chanoq sohasini to'g'ri massaj qilib beradigan bo'lsangiz, oyog'iga to'g'ri ishlov beradigan bo'lsangiz, u bola kelajakda X obrazni ham, O obrazni ham bo'lmaydi. Eng boshi displaziya bilan og'rigan bolalarda keyinchalik oyoq kasalliklari ko'pincha uchraydi. Endi biza dumba sohasini massaj qilayotganimizda umurtqani oxirgi suyagini ham qoldirishimiz kerak emas, ikkita yonini. Ikkita yon tomonga qarab ochib massaj qilasiz, lekin ko'p massajchilar yo o'rganadi, yo xohlamaydi, yoki-da bolani popasini massaj qilishini o'ziga ep ko'rmaydi. Lekin bu juda ham katta xato. Agar siz shu bolaga chindan yordam berishni xohlasangiz, chindan shu bolani tuzalishini xohlasangiz, siz oxirgi o'sha dum suyagini ham yon tomonlar bilan massaj qilasiz. Ikkita tomonga qarab, dumbasini birinchi tashqariga qarab ochamiz, golovka qismini bo'ladigan bo'lsa, ichkariga qarab. Mana shu joyiga juda ham ahamiyatli bo'linglar. Bu tashqariga ochayotganingizda siz nerv yo'llari bilan oyoqqa ketadigan nervga innervatsiyani yaxshilash uchun muskullarni massaj qilib beryapsiz. Yonbosh muskullarini. Endi golovkani o'zini agar podvivixga moyil bo'lsa, displaziyasi bor bo'ladigan bo'lsa, siz mana shu aynan golovka turadigan sohani ichkariga qarab yo'naltiryapsiz. Anatomiya kitobidan ham ko'rsatib beraman. Siz nima uchun bu amaliyotlarni bajaryapsiz? Endi bolani umurtqa pog'onasi. Bolani umurtqa pog'onasini aynan o'zini atrosklariga tegish mumkin emas. Biz har doim undan chiqadigan segmentlarni, ya'ni nerv yo'llarini yaxshilash uchun ishlaymiz. Buning uchun qo'limizni ikkita yonga qo'yamiz hamda birinchi silab olamiz. Tekshirib olamiz. Ana undan keyin bir-biriga qarama-qarshi yoki-da ko'ndalangiga e'tibor bersanglar, o'rtaga bosim bo'lmayapti, bosim ikkita yonga bosim beramiz hamda bolani kuraklarini aylanma harakatlar bilan massaj qilamiz. Aynan kurakda bizaga trapetsiyasimon muskulimizni uni ustini kesib o'tgani sababli kurak yopishadi deyshadi. Bolalarda kurak yopishsa uxlolmaydi, shunaqa muammolar bo'ladi. Bu muskul spazmlardan bo'ladi. Aynan shu kurakni uchala uchini agar siz aylantirib vergulsimon massaj qilib chiqadigan bo'lsangiz, bu bolani uyqusi juda ham yaxshi bo'ladi. Tonuslari pasayishiga yaxshi yordam beradi. Bolani bo'yin qismini juda ham ehtiyotlab, avaylab massaj qilamiz. Ko'ryapsizlar, bu qo'lim ikkitasi umurtqani ikkita yonida fiksatsiyada turibdi hamda ikkitasi qo'lim bir-biriga galma-galdan bolani qiynamasdan yengil qilyapti.
Agar bolangiz juda ham kichkina bo'ladigan bo'lsa, siz qo'lingizni ko'krak qafasidan o'tkazib, bo'ynini ko'tarmagan, endi 3 oylik bolangiz bo'ynini ko'tarmagan, lekin uni siz bo'ynini massaj qilishingiz kerak. Bolaga og'irlik qilmaslik uchun ko'krak qafasidan qo'lingiz bilan yordam berib turasiz. Bu yoq tomonni ishlaymiz, umurtqani ishlaymiz hamda yon tomonni ishlaymiz. Endi bu qo'lingiz bilan bolani bu yoq qo'lini ko'tarib turasiz. Bo'ynini ishlaysiz hamda qovurg'alarning orasidagi muskulni ishlaysiz. Keyingi harakatlarimiz bu uqalash. Uqalash bu asosiy usul. Asosiy usulimizni biz chuqur to'qimalarda amalga oshiramiz. Shuning uchun qo'limizning bosimi ham kuchli, ham har bitta muskulni his qilgan holatda ishlaymiz. Masalan, bizda bor ahil pay. Ahil payini uqalash uchun bizning qo'limizda juda ham katta kuch bilan bosishimiz shart emas. Bilasizlar, juda ham qattiq bo'ladi. Agar ahil payi tonusga tushib qolsa, bolalar xuddi balerinaga o'xshab oyog'ini uchida yuradi. Bunaqa bolalarni oyog'ini uqalash uchun biz faqatgina qo'limizni qo'yamiz hamda tanamizni shunaqa holatga keltiramizki, biz qo'limizni bosimi bilan emas, tanamiz bilan ishlaymiz. Ana shunda sizni kuchingiz ham u payga yetib boradi, ham siz yaxshi natija ola olasiz. Demak, biz qo'limiz bilan ushladik. Tanamizni qo'limiz bilan qo'limizni kuchini o'zi bilan harakatlantirmaymiz, tana bilan. Demak, 1 orqaga cho'zdik, 2 1 orqaga cho'zdik, 2. Bu harakatlar massaj jarayonida tez amalga oshirilgani uchun bu sirlarni hamma ham seza olmaydi. Masalan, ko'rsatib berilganda ham anglamay qolishingiz mumkin. Demak, biz bu yerda qanaqa texnika ishlatyapmiz? Tanamizni kuchi bilan biz birinchi bosim beryapmiz. Ana undan keyin bu yerdagi ichkaridagi payni fiksatsiya qilyapmiz hamda o'zimizga qarab tanamiz bilan tortyapmiz. Mana siraqatda. Hamma shunday qo'l bilan ish qilyapti, qilyapti deb o'ylaydi. Demak, qo'limiz bilan ushladik. Ozgina tanamizni bosimi bilan uni ushlab olish uchun o'ziga qarab berdik bosimni hamda orqaga cho'zdik. Cho'zish tanamiz bilan bo'lsagina ishlaydi bu texnika. Agar siz uni qo'lingiz bilan tortadigan bo'lsangiz, bola sirasi yig'laydi, chunki reaksiya qiladi og'riqqa. Yoki yonbosh muskullarda ishlayotganda qo'limizni qaranglar, eng nozik sirlari. Ko'pchilik aynan shu sohalarni botiradi. Bola yig'laydi, chunki og'riq bo'ladi. Massajni siri qayerda? Massajni siri bu barmog'imizni uchlarini emas, aynan mana bu sohada ishlaysiz. Ana o'shanda yuzi bo'lgani uchun bu og'riq bermaydi. Demak, biz qo'limizni mana bu sohalarni botirmaymiz. Mana bu sohalarni botirmaymiz, aynan mana bu joyda massaj qilamiz. Ana o'shanda bolalar yig'lashmaydi. Uqalash bu asosiy usul va juda chuqur to'qimalarda ishlaydi. Demak, massajimizni umumiylashtirish uchun, yakunlash uchun razraботkalar amalga oshiramiz. LFK deyishadi. U artikulatsiya usullari har bitta bo'g'imda bajariladi. Masalan, xatoliklarni aytib ketaman. Birinchi bo'lib, aynan shu oyoq sohasini bu tarzda aylantirish mumkin emas. Siz bunaqa aylantirganingizda to'piqdagi suylarni o'zini joyini o'zgartirishiga, atrofini uni ushlab turadigan svязкаларni bo'shashib qolishiga sababchi bo'lib qolasiz. Aynan shunaqa to'pig'idan buzilgan bolalar kelajakda oyoq kasalliklari bilan kasallanishadi. Buni tuzatish juda ham qiyin, chunki bu yerda juda ham kichkina suylar bo'lgani uchun hammasini o'rniga qo'yib chiqish har qatda qiyin. Lekin buzilgan bolalar juda ko'p. Chunki nima qilishadi? Massajchilar olishadi, bolani to'pig'idan aylantirishadi. Bu mumkin emas. Bu oyoqni razrabotka qildirmoqchi bo'lsangiz, prosta ikkita yonga, o'ngga, chapga, o'ngga, chapga qiling, bo'ldi. Endi tizza bo'g'imida ishlaymiz. Tizza bo'g'imida ishlash uchun birinchi oyoqni 90 gradusda ko'taramiz. Ana undan keyin son bo'g'imini qarab aylantiramiz. Aylantirganda ham bunaqa qilib aylantirmaysiz. Siz shunday 90 gradusda ko'tarasiz. Xuddi siz tasavvur qiling, krujkada kofeni qoshiq bilan aylantirasiz. Qanaqa aylantirasiz? Xuddi shunaqa akkuratni aylantirasiz. Aylantirganingizdan keyin agar ochmoqchi bo'lsangiz, ya'ni ichki paylari qisqa bo'lsa, yengil tanangiz kuchi bilan tana bergancha ochasiz. Bu sirlarni katta kurslarda o'rganganman. Ko'pchilik aytadi, masalan, ichki payi bolani noto'g'ri qadam tashlashiga sabab bo'ladi. Ha, bo'ladi, lekin uni ochish usuli sal boshqacharoq. Siz ikkita oyoqni olib, agar ikkita tomonga qarab yiradigan bo'lsangiz, bu holatda bola yig'layotgan bo'lsa, bola azob chekayotganidan
yig'layapti, sizdan yordam so'rayapti. Bekorga baqirmayapti u bola. Chunki joni juda ham qattiq og'riyapti. Agar siz bu usulda ochadigan bo'lsangiz, bu juda ham yomon holat. Bolani juda ham qattiq azoblayapsiz. Yengil aylantiramiz, demak, hamda tanamiz bilan tana ruxsat berguncha ochamiz. Bu hammamiz amal qilishimiz kerak bo'lgan joyi. Tana ruxsat bergancha amalga oshiramiz texnikalarni. Endi bu og'riqsiz bo'lgandan keyin bola sizga qo'yib beradi, sizga ishonadi. Endi keyingi safar siz yengil bosim berganingizda ham bola turib beradi. Bir kun shuncha ochiladi, ertasiga buncha ochiladi, indiniga buncha ochiladi. Qarabsizki, 10-kuni ichki payi yaxshi holatda, bolani miyasiga travma bermasdan, psixologически ushib qilmasdan bolani siz chiroyli ishlab chiqib ketgan bo'lasiz. Maqsadingizga ham erishasiz, bola ham yig'lamaydi, siz katta natija ham olasiz, onalarning ham ishonchiga sazovor bo'lasiz. Eng yaxshi massajchini qo'lida hech qaysi bola yig'lamaydi. Bola qachon yig'laydi? Bola beginasiragandan yig'laydi, tanasiga qattiq tegilgandan yig'laydi yoki joni og'rigandan yig'laydi. Boshqa holatlarda massaj hech qachon bolani yoki umuman odamlarni tanasini og'ritish kerak emas. Yengil harakatlar bilan chuqur to'qimalarga ishlov bera olasiz. Ana o'shanda siz katta natija ola olasiz. Endi qo'l harakatlari. Qo'limizni birinchi bo'lib ichki tomonga qarab harakatlantirib ko'ramiz. Undan keyin yelkasini ushlab turib, pastga, ko'rdinglarmi? Oldin buraymiz, keyin ko'taramiz. Tirsak qismidan ushlaymiz hamda birinchi tashqariga, keyin ichkariga yo'nalish beramiz. Ikkala qo'lga ishlov berib bo'lganimizdan keyin bilagimizdan fiksatsiya qilib, sekin ko'krak qafaslarini, nafas mashqlarini, bolani nafas olib chiqarishga qarab yengil qilib qo'yamiz. Yoshligimizda buvilarimiz qilishgan-ku, oyoqlarimizni tirsagimizga qarab 7-7 qilishgan. O'shalar hammasi amal qilishgan, har bitta bolani har kuni shu mashqlarni bajartirishgan. Bola to'g'ri o'sib rivojlanish uchun. Chunki biz oyog'imizni masalan ko'targanimizda, qo'limizni bir-biriga tegizganimizda aynan shu orqa tomondagi muskullar ishlagan. Tepadan pastdan bir-biriga qarab ishlagan. Masalan, o'ng qo'l chap oyoqqa, chap qo'l o'ng oyoqqa. Hamma LFK mashqlarimizni bajarganimizdan keyin massajimizni yana bitta yengil silab tugatamiz. Biz boshida aniqlab oldik-ku, silaganimizda qatida tortish bor, bolani qatida tonus bor, qaysi muskullari bo'shab ketgan, qaysi sohalari tortib turibdi, o'shalarni aniqladik. Ishqalaganimizda biz qon tomirlarini kengaytirib oldik, tanani qizdirib oldik, uqalashga tayinlab oldik. Uqalaganimizda chuqur to'qimalarga kirdik, chuqur to'qimalarga tortishib turgan joylarga ishlov berdik hamda aynan shu sohalarni bir xil balansga kelishiga ishladik. Ana undan keyin biz LFK mashqlarini bajardik. LFK mashqlarini bajarib bo'lganimizdan keyin bolamizni yana bitta silab tekshirib olamiz. Qani holat qanaqa darajada o'zgardi? Qaysi tomonlari qo'yib yubordi? Qaysi tomonlarda hali tortish qoldi? Aynan shunaqa qilib silab massajimizni tugatamiz. Demak, bizani massajda har bitta qilayotgan harakatimiz bekorga emas. Biz bolani tekshirib olamiz, anamneziya qilib olamiz, bola to'g'risida umumiy ma'lumotni bilib olamiz o'zimiz uchun. Ana undan keyin aynan muammolarni aniqlaganimizdan keyin unga ishlov berib olamiz hamda biz ishimizning natijasini qanaqa darajada bo'lganini tekshirish uchun yana oxirida silab massajimizni yakunlab olamiz. Slash amaliyotini biz massaj boshida har bitta usuldan usulga o'tishdan oldin hamda massaj yakunlayotganda ishlatamiz. Ishqalash usulini bo'ladigan bo'lsa, biz qon tomirlarini kengaytirib, qizdirib, uni uqalashga tayyorlash uchun ishlatamiz. Har bitta ishqalash usulimizni 5-10 martadan takrorlasanglar bo'ladi. Endi chuqur to'qimalar bilan ishlash uchun uqalashni 5 martagacha boshlanishiga qilsanglar yetadi. LFK ni bo'ladigan bo'lsa, boshlanishiga 3-5 marta. 3-5 marta oyoqga ishlov berasiz, 3-5 marta bu oyoqga ishlov berasiz, qo'llarga hamda tanani bo'g'im qismlariga
soatlariga ishlov berasiz. Birinchi kun 3 marta qiling, ertasiga 4 marta, 5 martaga chiqaring, oxirgi kuni уже 10-20 marta, hattoki onasini o'ziga tayinlab ketsangiz, kuniga 3 mahal sizni qilganingiz bilan qo'shib 100 martagacha qilishsa bo'ladi. Videoni boshida sizlarga aytmoqchi bo'lgan yangiligim, yaqin kunlarda o'zimni mentorlik kursimni qilish niyatidaman. Faqat 30 tagina odam qabul qila olaman. Lekin bu kursda aynan bolalar bilan psixologik qanaqa ishlash, onalarning ishonchini qanaqa qozonish, katta daromadga qanaqa chiqish strategiyasi, bolalarga taxta boylamasdan ham X-obrazniy, O-obraznilarda qanaqa qilib yaxshi natijalar ko'rsatish mumkin. Mana shularning hammasini birma-bir, hech qanaqa sirlarni bekitmasdan hammasini o'rgataman. Sizga ham rahmat, ilmlaringiz undan ham ziyoda bo'lsin. Bizga ham shunaqa ilmli bo'lish nasib qilsin. Hali ko'p bolaga yordam beramiz. Qo'limizdan bolalar buzilmasdan tuzalib chiqib ketadi, xudo xohlasa. Qo'rquvda qilardimda, to'g'ri. Shuncha paytdan beri baribir qo'rquvda. Ana, chin ko'ngilda anaqa qilmasdan. Ha, baribir ichingizda nimadir noto'g'riligini sezgansiz. Bilmayapmanmi yoki nimadir o'rganishim kerakmi degan narsa bo'ladi. To'g'ri qolman, noto'g'ri qolman. Lekin shu paytgacha noto'g'ri, hech kimniki noto'g'ri bo'lmagan. To'g'ri. Baribir ana maza qilib qo'rqmay qilasiz-ku, unaqa bo'lmagan. Baribir mas'uliyat bor-da, chunki sog'liq bilan ishlaymiz, biz odamlar. Tirik odamni hayoti bilan ishlanadi. O'sha odam ham ishonib topshiradi bolasan. To'g'ri qilishimiz kerak. Videodagi o'rgatgan ma'lumotlarim masajni juda ham oddiy, sodda usullari. Masaj qilish uchun qo'llarni har xil harakatlar bilan chiroyli raqs tushirib, shov qilish keragi yo'q. Aynan sodda tilda, hamma tushunadigan tilda o'rgana olasizlar. Bu sizlarning qo'lingizdan keladi, chunki men ham xuddi sizlarga o'xshab shu etaplardan o'tganman. Har xil kurslarga borib, qiynalib o'tirishinglarning hojati yo'q. Ruschani bilmasanglar, rus tilidagi kurslarga borsam uyalib qolaman deb o'tirishinglarning hojati yo'q. Men o'zim bu etaplardan o'tdim, hamda sizlarga hammasini ilanaman. Eng birinchi shogirdlarim hozir eng kami 4000 daromad, $4000 daromad oylikda. Bu meni juda ham faxrlantiradi. Ular bilan ham sizlarni tanishtiramiz, batafsil yoritamiz. Xuddi shunaqa daromadlarni, xuddi shunaqa yaxshi duoli kasbni sizlarga ham ilanaman. Bu kursga hammani ham ola olmaymiz. Soha mutaxassisi bo'lib, yanada o'zini ustida ishlab rivojlanmoqchi bo'lgan hamda fundamental bilimi bor mutaxassislarnigina ola olamiz. Xafa bo'lmang. Agar siz endi masaj qilishni boshlamoqchi bo'lsangiz, siz uchun YouTube'da maxsus videolar seriyasini taqdim etamiz. U yerda siz fundamental masaj bilimlarini olib, keyin kursga yozilib, o'zingiz ustingizda ishlasangiz bo'ladi. Mentorlik dasturimda o'qib, hamma sirlardan boxabar bo'lib, katta daromadga erishmoqchi bo'lgan soha mutaxassislari Google formani to'ldirib, o'z ma'lumotlaringizni qoldiring, shaxsan o'zim aloqaga chiqaman. Qanaqa qilib Google formani to'ldirishni esa videoni oxirida o'rgatib ketaman. Unutmang, yosh bolajonlarning sog'lig'i menga ham, sizga ham bog'liq.